O'zgidromet 3-10 may kunlariga ob-havo prognozini e'lon qildi. Assalomu alaykum aziz muxlis, kanalimizga xush kelibsiz. Videodan to'liq xabardor bo'lish uchun video ostiga like bosib, obuna bo'lishni unutmang. Like bosgan insonni Allohim doim qo'llasin. Qoraqalpog'iston Respublikasi Xorazm viloyatida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Faqat 7-8 mayda ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 3-4 mayda 12-17 gradus, 5-7 mayda 17-22, 8 mayda 15-20, 9-10 mayda 12-17 gradus bo'ladi. Kunduzi 25-30 dan 30-35 gradusgacha o'zgarib turadi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Faqat 8-9 mayda ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 3-4 mayda 13-18, 5-10 mayda 15-20, kunduzi 3 mayda 25-30 gradus bo'ladi. 4-7 mayda 32-37 gradusgacha ko'tariladi. 8 mayda 30-35 gradus, 9-10 mayda 28-33 gradus bo'ladi. Toshkent, Sirdaryo, Jizzax, Samarqand viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Faqat 5-7 mayda yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 3-5 mayda 13-18, 6-10 mayda 15-20, kunduzi 3 mayda 20-25, 4-8 mayda 30-35 gradusgacha ko'tariladi. 9-10 mayda 25-30 gradus bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Faqat 3-4 mayda ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 3-5 mayda 14-19 gradus, 6 mayda 15-20, 7-10 mayda 17-22, kunduzi 3 mayda 24-29 gradus bo'ladi. 4-8 mayda 33-38 gradusgacha ko'tariladi. 9-10 mayda 30-35 gradus bo'ladi. Andijon, Namangan, Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Faqat 6-8 mayda yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 3 mayda 15-20, 4-7 mayda 13-18, 8-10 mayda 15-20, kunduzi 3 mayda 20-25, 4-8 mayda 28-33 gradusgacha ko'tariladi. 9-10 mayda 25-30 gradusgacha pasayadi. E'tiboringiz uchun rahmat. Bizni kuzatishda davom eting.